Bolalar nafaqasi qanday oilalarga berilishi mumkinligidan xabardormisiz? Keyingi paytlarda bizga mana shu bolalar nafaqasi bo'yicha juda ko'plab savollar berilyapti. Ya'ni, asosan qanday oilalarga beriladi? Kimlarga berilmaydi? Oilada moshinasi borlarga beriladi, moshinasi yo'qlarga beriladi. 10 ta moli bo'lsa nima bo'ladi? 5 ta qo'yi bo'lsa nima bo'ladi? 30 ta tovug'i bo'lsa nima bo'ladi va hokazo. Har xil shaklda, lekin mazmuni adresi bitta bo'lgan savollar, ya'ni bolalar nafaqasi qanday oilalarga beriladi? Mana shu savollarga umumiy qilib javob bermoqchimizki, ya'ni hukumatning 654-sonli qarori bor va mana shu qaror bilan tegishli nizom tasdiqlangan. Nizomda ko'rsatilishicha, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam o'sha talabgor oila, ariza beruvchi oila kam ta'minlangan deb e'tirof etilgandan keyin ularga bolalar nafaqasi tayinlanishi mumkinligi belgilangan. Ya'ni ana shu ariza beruvchi oilani moli, qo'yi, echkisi, tovug'i, moshinasi, uyi va hokazo holatlari mulk sifatida qaralishi mumkin bo'lgan har bitta obyekt deb hisob-kitobi qilinadi va oxirida o'sha oilani kambag'al, kam ta'minlangan deb e'tirof etish bo'yicha yagona reyestr axborot tizimiga kiritadi va ana shu axborot tizim orqali oila kam ta'minlangan deb e'tirof etiladi yoki etilmaydi. Kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan oilaga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanishi mumkin, etilmaganlarga tayinlanmaydi. Umumiy ana shu hisob-kitob qilingan mulklaridan yoki oylak ish haqi boshqadan keladigan daromadlari kishi boshiga minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshib ketmagan taqdirda bu o'sha kam ta'minlangan deb oila deb e'tirof etishning asosiy sharti hisoblanadi. Ya'ni masalan 4 kishili oila bo'ladigan bo'lsa, mana shu 4 kishining har biriga bir oylik oilani jami daromadi 669 ming so'mdan oshib ketmasa, mana shu oilaga bolalar nafaqasi tayinlanishi mumkin. Oshib ketadigan bo'lsa, ularga tayinlanmaydi.